Assalomu alaykum hurmatli meni kuzatuvchilar. Mana bizni gazimizga mana keldi. O'sha rayon gaz bo'linmasidan. Mana kecha soat 17:00 da gaz o'chgancha hali yongan yo'q edi. Endi ertalabda chiqib ko'rinib qoldi. Nima sabab uchun shuna bo'lyapti o'zim bilmayman. Mana bu yerda kelib tez qilib kunda rasmga olishadi, bilmayman nima bo'lyapti. Bizni Farg'ona tumani shu g'ajib tashlagan pullarni yeb tashlagan. Shuni hisobiga xalq jabrlangan baloga qolyapti. Biz nima qilishimiz kerak? Shavkat Miromonovich, mana siz ko'rib turibsiz. Ashuni ko'ring mana. Mana rasmga olyapman. Bota kameralar qo'llarida turishibdi. Mana shunaqa to'g'risida mana shu ishlarni olib boryapman. Qo'yib bo'ldingizmi? Bo'ldi. Boshqalarga qo'yasizmi yoki xolos manikiga kelib? Hammakiga yo'qdan ko'piklancha. Hali ana keyin nima bo'ldi? Bo'lamaydi. Bitta nogiron bo'ldi deb qarashim. Kecha bilan kelaman hozir. Men so'rayapman. Qarang, shu gaplarga uning bo'lgan bo'lsa, uningdan oshqa mashina. Nima tushunib bo'lamaydi. Mana bu bilan Yo'q, nima mana? Bo'ldi. Ayıp bor aka. Hadeb kelib uchuvchim rasmga olyapti. Aytdim, men senga bitta video qilib olaydim. Hozir tarmoqqa qo'yaman. Hozir qo'yaman, qo'yib qo'yaman. Chiqarib olaman. qaraysan. Shavkat Mirziyoyevning bunaqa teshkiluvchilar ko'p ketdi. Mana bundan teshkilyapti. Biz Mirziyoyevga bordim, rayonda aytdim, bir yil dedim, 7 ta rahbar almashyapti. Yeb qadidim, hozir biz to'lashimiz kerakmi? Ancha bekorga raqlar o'shyapti. O'shalar qarzni uzyapti. O'shanga aytib beraman, nima qilishimiz kerak? Gazni qor aka.